Assalomu alaykum do'stlar. Marafonimizning ikkinchi yarmi Devlog 16, kanalımızning esa Rapparasa 17-videosiga xush kelibsiz. Bugun full stack ishlar bilan vaqtimiz juda kam bo'ldi, lekin intizomni buzish yo'q. Kecha biz sahifalararo dinamik o'tishni sozlagan edik, lekin sahifamiz vizual jihatdan juda oddiy edi. Bugun 2 daqiqa ichida o'sha ichki sahifamizga CSS orqali glassmorphizm uslubida dahshatli professional dizayn beramiz. Ya'ni men uyda oldin buni qilib bo'ldim, o'rgandim. Qani kod yutamiz. Undan oldin sizga ko'rsatib o'tganim ham ma'qulroq. Bu yerda batafsilni bossak, mana dinamik marshrutizatsiya va UI UX tizimi UX. Ushbu sahifa sof React va Tailwind CSS yordamida yaratilgan bo'lib, foydalanuvchi asosiy sahifadagi kartalardan birini bosganda dinamik tarzda shakllanadi. Kelgusi qismlarda bu yerga real ma'lumotlarni kontekst yoki dynamic state orqali uzatishni ko'rib chiqamiz deb yozib qo'ydim, lekin yana ma'lumot menimcha shular yetarli, yozish kerak emas menimcha. Va bu yerda oddiy H3 yoki H2 tagi bilan text bor. Bu yerda H2da bu yerda orqaga qaytish tugmasi, bosh sahifaga qaytishni bossak qaytadi mana. Bu yerda lekin like'larni unchalik to'g'rilay olmadim. Buni albatta keyingi devloglarda urinib ko'ramiz. Batafsil birinchi buttonini bossak, bu yerda ID'si 1 turadi. Bu yerda ikkinchi batafsilni bossak esa bu yerda ID'si 2 turgan bo'ladi. Bu yerda card detailda bu TypeScript uchun ID bilan kiritdik. Bu yerda const ID use params ID string deb uzun markaziy chiroyli glassmorphizm kardimiz joylashdi. Bu yerda glassmorphizmga sal o'xshagan, lekin unchalik emas. Tailwind CSS stillari bu yerda markaziy chiroyli glassmorphizmni aytdik. Mana natija asosiy sahifadan batafsil tugmasini bosganimizda dahshatli va toza dizayndagi ichki sahifaga silliq o'tyapti. Vaqt kamligiga qaramay bugungi kunni ham yuqori natija bilan yopdik deyarli. Videoga dahshatli qilib like bosing. Ertaga devlog 17da ko'rishguncha deb qolaman. Albatta keyingi devloglarda bu like'ni to'g'rilashga harakat qilamiz. Va yana koddagi xatoliklarni ham to'g'rilaymiz albatta. Bu yerda menimcha hozircha hammasi joyida, lekin baribir bu like'larni albatta to'g'rilaymiz. Xullas, devlog 17da ko'rishguncha xayr.